Farg'onaga akam bilan endi yo'lga chiqaman desam, bitta mashina olib kelib qo'yibdi akam. Mana zo'r mashina kelib qoldi, qaranglar. 2001-yilgi mashina. Yurishlari hamma narsasini, motor, ходовойларini qilib qo'yilgan, balonlarni ham yaxshi holatga olib kelib qo'yishibdi buni. O'zim tayyorlab qo'ydim, oluvchi maza qilib haydasin deb, uncha ishlarini, xarajatlarini qilib qo'ydim deydilar. Mana salonlari, hamma narsalari juda ham zo'r, yaxshi. Mana akkumulyatorlarigacha almashtirib. Mana yurgan probegini endi bu mashinada sostoyani, eng kerakligi, ishi bormi, yo'qmi? O'shanisi qiziq bo'lib qolgan hozir. Kraskalari tomdan pastida olsa ham bo'ladi. Unaqa kraskalarni e'tibor o'tirmadik. Eng kerakligi oldi, orqalari butun mashinamizni. Bu mashinamizni boshlang'ich to'lovini $450 dan qilib beryapti ekanlar akamiz. Oyma-oy bir 2 milliondan chiqyapti. Kuniga hisoblasa 65 ming, 70 minglarga aylanyapti. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Undan tashqari yana bitta Lasetti'miz ham bor. Lasetti'ni Farg'onaga borib qaytganimdan keyin qo'yib ketaman hali. Bu ham yaxshi mashina, hali polniy ma'lumotlarni olganim bo'lmaganligim uchun keyin qo'yib yuboramiz.